O'zim O'zbekistonda emasman, lekin ota-onamni Umra safariga jo'natmoqchiman yoki yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Qanday qilib sizlarning firmalaringga to'lovni amalga oshirsam bo'ladi? Ota-onamni nomiga rasmiylashtirsalaring bo'ladimi, borishsa bo'ladimi degan obunachilarimiz uchun bugun Hikmat Travel'ga yetib kelganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yishlaring mumkin. Sizlarga to'liq ma'lumotni olib berishga harakat qilamiz. Abdug'offor akadan xudo xolasa ma'lumotlarni olishni boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz aka musofirdan kuzatayotganlar juda ham ko'p. Videoda boshida savolimni eshitganimiz kerak aka. Shular uchun bitta to'liq qilib ma'lumotini beraylik endi aka. Qanday qilib to'lovlar amalga oshirsa bo'ladi, qanday qilib rasmiylashtiriladi? Xo'p, mana shu yozib qo'ygan nomerlarimizda Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqishsa, pasportlarni tashlab berishsa bo'ldi, joylarni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga borib uchib ketishaveradi. Qizil pasport bo'lsa bo'ldi. Qizil pasport bo'lsa bo'ldi. Qizil pasport. Joylarni bron qilib, bemalol rasmiylashtiramiz. Qolganini aeroportga nechida borishadi, qachon borishlari kerak, soat nechida registratsiya boshlanadi, nechida uchadi, ularning ma'lumotlarini o'zimiz beramiz, xudo xolasa. Qolganini telefon qilib aloqaga chiqishsa, Telegramdan biz hamma yo'g'ini tushuntirib beramiz, o'zlariga udobniy qilib. To'lovlarni ham onlayn ravishda to'lasa bo'laveradi. Xolasa aeroportda bersin. Xolasa to'liq qilib to'laysa bo'ladi yoki zakolat berib turib qolganini o'zim yaqinlarim o'sha yerda berishadi deb aytib qo'ysa, qolganini aeroportda olasizlar, vizalarni qo'llariga beriladi, xudo xolasa uchib ketishadi. Uchib ketishaveradi. Zo'r. Gap mumkin emas. Xo'p, endi sharoitlarini tushuntirsak aka. Xo'p, sharoitlarimiz xudo xolasa Madina-i Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi. Makka-i Mukarramada eng yaqin gastitsamiz 800 metr. Eng uzog'i 2 kilometr. 800 metrdan 2 kilometrgacha gastitsalarimiz bor. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushishadi. Avtobuslar bor, eshik tagida, xudo xolasa qatnaydi. Bemalol avtobuslarda borib kelsa bo'ladi. Xo'p, Madina-i Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka-i Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Bundan tashqari Madina-i Munavvara ziyoratlari, Makka-i Mukarrama ziyoratlari, xo'p, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Zo'r. Endi 50 bosh xizmat deydiganlar uchun 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan birga borib, birga keladilar, xudo xolasa. Bundan tashqari firma tomonidan beriladigan narsalar, so'mka beriladi, kamzil beriladi, bejik beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Bonus tariqasida bu narsalar qo'shib beriladi, bunga pul hech narsa olinmaydi, firma tomonidan beriladi. Xo'p, undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Gap yo'q. Endi bu to'lovlarni agar O'zbekistondan to'lov qilaman deydiganlar uchun respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga onlayn to'lov qilamiz, bu ofislarning uzoqlik qiladi deydiganlar uchun o'sha aytganimizdek shu nomerda Telegramimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar, o'zimiz tushuntirib beramiz, xudo xolasa. To'liq qilib tushuntirib beriladi. Yana tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar. Telefonda qolganini tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Gap yo'q. Menimcha hamma ma'lumotni berdi aka. Yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol olishlaring mumkin. WhatsApp, Telegram bor. O'sha musofirda yurgan akalarimiz ham aloqaga chiqsa, chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishadi. Aytib o'tganimizdek, bitta qizil pasportlarni tashlab berilsa, qolgan hamma narsani rasmiylashtirib qo'yiladi. Aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel bemalol Google ga yozib turib, litsenziyani ko'rishlaring mumkin. Bu joyda ham turibdi. Xudo xolasa sizlarga chiroyli narxlarda qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha